imom ibn Rajab rahmatullohi alayh shukurni 3 qism bo'ladi dedilar. Ash-shukru bil qalbi val lisani val javarihi. Ya'ni shukr qalb bilan bo'ladi, til bilan va a'zolar bilan dedilar. Qalb bilan shukr qilish bu ne'mat beruvchi zotni e'tirof qilish. Ne'mat aynan u zotdan ekanligini, u zotni fazli bilan ekanligini banda qalban his qilishligi va o'sha ne'mat beruvchi zotga qalbida muhabbat qilishligi bu Alloh taologa qalb bilan shukr qilish hisoblanadi. Va bu ana shu shukrni mukammal bo'lishidagi eng asosiy omillardan biri hisoblanadi. Chunki banda alhamdulillah Xudoga shukr deb tili bilan aytsa-yu, lekin qalbi boshqa narsa bilan bog'lanib turadigan bo'lsa, masalan, dunyo bilan yoki mansab martabasi bilan yoki boshqa tanish bilishlari bilan bog'lanib turadigan bo'lsa, masalan, o'sha narsa bo'lmaganda bunga erisha olmasdim degan e'tiqod bo'lib qoladigan bo'lsa, bu shukr bo'lmaydi, balki shirkni bir ko'rinishi bo'lib qoladi, na'uzubillah. Chunki haqiqiy mun'im, ne'matni beruvchi zot, al-mutafaddil bu Alloh taoloning o'zidir.